Assalomu alaykum hamma akalar, dehqon akalar, charchamayapsizlarmi, eson-omonmisizlar? Mana bugun bizning ko'chatlarimiz yana ko'rimli bo'lib qoldi. Shuni yana sizlarga tashlab, kimga kerak bo'lsa, yoqsa telefon qilishar deb qo'yib beryapman. 97lik 272 73 13 karamlarimiz tayyor bo'ldi, ekilishlik bo'lib qoldi. Kimga kerak bo'lsa, farova karamimiz, ko'chatlarimiz tayyor bo'ldi. 15 mingta bor, aloqa chiqasizlar. Mana oshqoqlarimiz yozilishni boshladi. Bolgarlarimiz o'zini tikkalab qoldi. Navruzdan keyin ekiladigan bo'ladi. Baqlajonlarimiz mana shunaqa bo'lib qoldi. Hammasi Navruzdan keyin ekilishlikka bo'lib qoldi. Naryoqda lotolarimiz 1-2 mingta atrofda qoldi. Qolganlari tugadi. Kimga kerak bo'lsa, aloqa chiqasizlar. Bizning ko'chatlarimiz Xudo xolasa pokiza, ishonchlik. O'zimiz ham bulardan ekamiz akalar. Mana Ferrari deganlarga Ferrarilar tayyor. Pomidor deganlarga pomidor tayyor. O'sib ketmasin deb yashiqlarga olib qoldim. Ko'chatlarimiz mana Xudo xolasa bular ham o'zini ko'tarib qatirishni boshladi. Bular ham tayyor bo'ladi Xudo xolasa. Mana baqlajonlarimiz o'zini ko'tarishni boshladi. Mana ikkinchi partiya oshqog'imiz ham o'zini ko'tarishni boshladi. Mana pomidorlarimiz Xudo xolasa Varzanga, Runer. Mana tayyor baqlajonlarimiz bor. Ekilishlik bo'lib qoldi. Mana loto ko'chatlarimiz chiqib ketyapti. Odamlar olib ketyapti. Loto ko'chatlarimiz 2000 ta qoldi mana. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Qolganlari mana egalariga solingan, tugab qolay dedi. Betlar to'la ko'chat edi, hammasi tugab qoldi. Mana akalar. Mana baqlajonlar yangisi Navruzga tayyor bo'ladi. Bunisi ekilishga bo'lib qoldi. U naryoqda baqlajon turibdi. U vobshe zo'r. Dadil baqlajon. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Andijon shahar Oltinko'lda. Mana ko'chatlarimiz mana shu holatda solib qo'ydik. Olib ketishadi. Shanba kuni Xudo xolasa ob-havo yaxshi deyishyapti. Shanbadan olib chiqib ekishadi. Ko'chatlarimiz ishonchli hammasi. Mana pomidorlar yashiqlarda solib qo'yganmiz. Ekadigan dehqonlarga ishonchli qilib qo'ydik. Mana sotiladigan bolgarimiz mana shu yerda 1000 tacha qoldi. Bular chiqib ketyapti hammasi. Bular yashiqdagilar hammasi egalariga chiqib ketyapti. Bizda Xudo xolasa mana bu yerda yana Navruzdan keyin ekiladigan 1000 ta lotomimiz bor. Bu baqlajonimiz ekilishlikka bo'lib qolgan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilasizlar, bor. Yulma bolgarimiz bor, Ferrari degandan. Mana akalar, mana lotomiz yana tayyor, 4000 ta tayyor bo'ldi. Bu ham sotiladi. Kimga kerak bo'lsa aloqa chiqasizlar. Bor ko'chatlarimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Baqlajon ham ishonchlik. Hammaga yoqadigan bozorda eng oldisi yukbob baqlajondan. Ishonchli, o'zim urug'ni olib o'zim sepaman buni. Ishonchli. O'zim urug' tarqataman, ishonchlik urug'lardan tarqataman.